Qishloqlar mani kuldirmanglar, bab yutqizasizlar, nima qilasizlar baxshilashib. Kapot, nima demoqsan? Biza yutamiz, biza qishloqqa kuchliroq, sarvashingiz keling, kulgili. Nima deyapsizlar o'tda? Man gigantskiy kapotga qarayotir kulgili ko'ryapti bizaga. Nima deyapsizlar? Eshitmayapti. Balandroq gapiringlar. Mayli, hozir chuvalichi. Hozir yoniga boraman, shuni gapirasizlar. Hammaga salom do'stlar, men otim Kapot, yangi joyimga xush kelibsizlar. Hozir qishloqlar nimadir deyapti, shuni eshitmayapman. Nima hozir bilsanglar, Kapotni ichida turaman, o'zim ichida. Ha, biza gigantskiy Kapot bilan gigantskiy qishlog'i qurdik. Hozir nimani tushuntiryapman, babichim mislar. Xullas tushuniladigan bittaman. Ha, qishloqlar nima deyapti? San eskini qarayotir kulgili deyapmiz, kapot, gigantskiy kapot. Obbo, men nimalar deyapsizlar? Menga zo'rman, qishloqlar qaranglar. Kapot, bizlarga kuchliroq sani kapotingdan. Ha, bo'ldi qishloqlar. Biz cheksiz bunaqa bahslashimiz mumkin. O'shaning uchun nimadir qilish kerak, ish qilish kerak. Bo'lmasam kapot, domda qilamiz. Ikkita raund qilamiz. Birinchi raund biz o'ylab topamiz, ikkinchi raund sen o'ylab topasan. Bo'ldi. Birinchi raundda qoidalarni gapiringlar. Eshtinglar qishloqqa man Izmut oyida o'sha gigantskiy kapotga bekitdim. Biza gigantskiy qishloqqa bekitamiz. Xuddi shu Izmutda kim birinchi topsa o'sha yutadi. Oddiy topish kerak emas, yana sindirib o'zi bilan olish kerak. Kim birinchi bo'lib bazasiga kirib shuni olsa o'sha yutadi. Bo'ldi, tushunarli. Demak, men tushunganimni, men o'zim gigantskiy kapotimni shuni bekitaman. Agar sizlar topib olsanglar, qanaqadir kirib, sizlar yutasizlar. Agar men topolsam, sizlarni ba'zilarida men yutaman. Topadori kapot. Bo'lmasam ikkinchi raundni men o'ylab topaman. Qaranglar qishloqlar, biza gigantskiy kapot bilan gigantskiy qishloqni tirik qilib haqiqiy urushtiramiz. Bo'ldi kapot, to'g'ri keladi. Birinchi raund 10 daqiqa beriladi. Bo'pti qishloqlar, davay bekitinglar, bab topaman. Eshitganinglardek do'stlar, biza gigantskiy kapot bilan qarshi gigantskiy qishloqlarni urushtirmoqchimiz. Lekin birinchi raund unaqa bo'lmaydi. Biza o'zinglar eshitdinglar, birinchi raundda biza izimizga bekitamiz. Kim birinchi shani topasa o'sha yutadi. Men shunaqa ko'p qopqonlar qo'yaman. Ular ham qopqonlar qo'yish mumkin. Bu yerda qo'ysamgina, qo'ysammikin yo'q, bu yerda bo'lmaydi. Sal teparoqda qo'yishim kerak. Bu yerda sirazi topib olishadi-yu. Mana mashti yaxshi bo'ladi. Tepaga chiqimkin, tepaga chiqsam ham yomon bo'ladi. Haqqa bekiting do'stlar, o'zingizlar kommentariy yozib qo'yinglar. Tepaga chiqsa ham qanaqadir g'alati bo'lib qoladi. Davay, mashti turadi, bo'ldi. Endi pastdan qopqonlar qo'yaman. Bu o'tga umuman chiqa olishmaydi. Katta bo'lmasam pastga men qopqonlar qo'yishni hozir juda ham ko'p, juda ham zo'r qopqonlar qo'yaman. Umuman topish olmaydi mana. Mana nima qilishayotgan ekan, qishloqlar uchun nimadir qilishyapti. Netta qishloqlar, haqqa bekishayotgan ekan, qiziq. Qayerqa bekitigini topdim. Balkim qishloqqa burdadir. Kapot umuman topolmaydi burunligini. Eskab kelmaydi. Mana bu yoqqa qo'yaman. Bilmaydi ham burunligini. Bo'ldi, endi umuman topolmaydi. Mashatda turadi. Qanaqadir joyda bekishayotganki, burundamikan. O'zi qishloqlar aqlli emas, buni qayerqa ham bekityapti. Mana mashti turishibdi, bo'ldi. Mana ham bekitim. Endi qishloqlarni tushishni kutamiz. Davay, gigantskiy qishloqqa qarshi gigantskiy kapot. Albatta men yutaman. Endi hozir men qopqonlar qo'yishim kerak. Bo'ldi, mana kirka olamiz. Bilsanglar kerak. Bu yonadigan qishloq deb nomlanadi. Men bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. O'zingizlar tushunasizlar. Agar bu yoqqa bossa, qishloqlar g'abaga tushib ketadi. Bu tarafdan ham xuddi shunaqa qilaman. Agar o'zim chiqmasam bo'ldi. Mana shu yoqqa lavalar qo'yaman. Bo'ldi, o'zim chiqmasam bo'ldi, shu qopqonga. Tepadan ham shunaqa qopqonlar qo'yishim kerak. Qishloqlar ham qopqonlar qo'yayotgandir. Bo'ldi, ikkinchi darsani ham olib keldim. Men qo'yib qo'yaman ikkinchi narsani. Bu pushkalar bo'ladi. Mana qaranglar. Bunda agar mametdan chiqib ketayotgan bo'lsa, hozir ishlamayapti. Agar qishloqlarni ko'rsa, bu otib ishlaydi. Agar qishloqlar bu o'zlaridan chiqsa, bu ishlab otib tashlaydi do'stlar. Bo'ldi, zo'r qurdim. Menda o'qlar yo'q-u, ichida o'qi bor yetadigan. Bo'ldi, endi 3-chiqayotgan. Nimadir qilishim kerak. Nima qilsamki, nimadir butun narsa o'ylab topdim, zo'r fikr keldi menga. Mana do'stlar, men hozir g'oyimli blok olib keldim. Mana qaranglar. Qishloqlar aqlli emas, buni izimud deb o'ylashi ham mumkin. Yoniga bu yoqqa tikonlar qo'yib chiqishim kerak. Mana qaranglar, izimud deb oladi, amayatda tikonlar. Do'stlar, juda ham yomon tikonli ekan, juda ham tikonli ekan.
bitta jon qoldirdi demanda. Mayli, men qo'yib qo'yamiz. Bu qavatga umuman qaytmayman men endi. Xo'p, men bu qavatga nima qo'ysammikin? Bo'ldi. Endi nima boshqa turaveramikin? Mashta ishim olmasdan turaveramikin yoki ana bo'ldi. Men olib keldim. Hozir kompotni klonlarni olib keldim. Mayli, pastda izbrot qoldirdim. Bu yerda ham tursin. Agar ular tepadan kelsa, mana shu klonlarim menga hujum qilib, faqat qishloqlarga hujum qiladi. Menda yana bitta qoldi. Ko'proq qo'yish kerak. Mana mana shu yoqqa qo'yib qo'ydim. Endi klonlarimni ham qo'ydim. Oxirgi qavatga men nima qo'ysamkin? Bu qavatda izimrud turadi. Mana hozirchalik joyda ekan, yaxshiroq qura olmagan. Hali o'ynab boshlangani yo'q-ku. Mayli. Oxirgi qavatga men hozir sandiqlarimni, qurollarimni qo'yaman. Olib kelingchi, hozir men sandiq qurollarimni qishloqlarga ochish uchun. Davay, ketdim. Men pushkalarimni olib kelay. Oppa, ana sandiqlarimni olib keldim. Ichida qurollarim ham bor. Bo'ldi. Ana endi men tayyorman qishloqlar. O'tni nima qilishayotgan-ekan? Уже tayyor ekan qishloqlar. Bo'ldinglarmi qishloqlar? Bo'ldi, kapot boshlaymiz bo'lmasam. Qishloqlar tayyormisizlar? Juda ham ko'p qopqonlar qo'yganman men. Biza ham qo'ydik kapot. Bo'ldi, bo'lmasam kim birinchi izini topsa, o'sha yutadi. O'yin boshladi kapot. Bo'pti qishloqlar, davay. Ketdim men tezroq qurolni olib kelib, qurollar bilan olib tashlayman. Uni keyin ularni bazasiga kirib boraman. Ana bo'ldi, men almazning birini ham qo'ydim. Olma ham oldim. Qurollarim ham bor. Davay. Qani qishloqlar qaqib ketib qoldim. Tushunmadim. Bu yo'q qishloqlar. Anita qishloq. Nima qilyapsizlar qishloqlar? Hozir men sallagan otaman. Aqlinglarni oz deyman. Pomon qilib kallasini yo'q qo'rdim. Qishloqlar nima qilyapsizlar? Namchi tezu. Men metan chiqib ko'raman. Davay. Ot. Davay bekinamiz davay. Qishloqni. Davay. Voy, obbo, sal qoldi tushib ketishimga oz qoldi. Yaxshamki ham narsa bor ekanda tushib ketsam tamom bo'lardim, o'lib yutardi. Obbo, men o'qlarim qolmadi-yu. Qishloqlar o'qlarim qolmadi-yu. Ichkariga kirishim kerak. Mayli, bunaqa bizib ko'raveramiz, tinchlik qilib. Ketdik, tepaga chiqamiz. O'qlarimni olib qishloqlarga otishim kerak ekan. Birinchi bo'lib bazasiga kirishim kerak. Davay, bekinamiz bu yerdan. Obbo, davay, men qo'yib qo'yamiz. Davay, ketdik. Qurollarimni olib qishloqlarga otishim kerak tezroq. Izim o'tda ham olishim kerak birinchi bo'lib. Ana bo'ldi, qurol o'qlab oldim. Endi davay, qanislar qishloqlar. Ko'rinmayapti qishloqlar endi. Qayerda ekan? Anita bittasini ko'raman. Mayli, ketdi ularni bazasiga bo'lmasam, davay ketdi. Ketdi. Qishloqlar qayerda ekan? Qizibot. Men bitta ekan do'stlar. Omam turishini qaranglar. Davay, men bizdan tushamiz endi orqasidan tushamiz. Davay, ana bo'ldi, birinchi qishloq ketdi. Bunaqa pushkalar oldim, qurollar yaxshi. Bitta qishloqlar bor ekan. Bonamchi ko'p bo'ldi. Ularda qurol yo'q ekan, yaxshi lekin. Sekin o'zimni qopqorimga o'zim tushib ketmay, lekin yaxshi bunaqa qurollar oldim. Endi men qishloqdan davay qopqorimga tushib ketmay. Davay sekin. Ana bo'ldi, oldim. Bunaqa olma ham yeb olaman, oltin olmalar. Ana qishloqlar yana bo'ldi. Men qurollarimni olib hozir ochib tashlaman. Davay, pulemyotim bor men. Davay qishloqlar kelinglar bu yoqqa. Davay, o'zim qopqorimga o'zim tushib ketmasam bo'ldi. Davay, ana bo'ldi. Hammasini oldirdim. Hammasini mas'ul naryoqda yana bordir balkim. Davay ketib tepaga chiqamiz bo'lmasam, tepadan nimadir olib topaman. Chunki bu yerdan hozir borsam qishloqlar hammasi pastda turgan bo'ladi. Yaxshi, izmutim turibdi hali. Bu deganim ayut qizmadim hali. Davay ketdim. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana bo'ldi, tepaga ham chiqib qoldim. Endi menda bitta zo'r fikr paydo bo'ldi. Qishloqlar hozir tepada yo'q. Qanikin qishloqlar hammasi pastdami? Pastda demay hammasi tepada yo'q. Mana men tayyor bo'ldim. Ilgik bor, bildinglarmi o'lishini? Qilaman, joyga tushib olaman. Chunki qishloqlar hammasi pastda, tepada hech kim yo'q. O'sha yerdan boshimiz ana pastda ham turibdi. Demak, men kirish ham turibdi. Ana meni kutirishdi balkim. Davay bo'lmasam ilgikim qani meni. Shu yoqqa boramiz. Davay 1 2 3. Ana bo'ldi. Men qaranglar, izimni bekitishganni topib oldim-ku. Qishloqlar bo'ldi. Stop. Qishloqqa bo'ldi. Mana men izimni topib oldim.
Nima? Kapot, qanaqa qilibsan to'polni bunaqa tushunmadim. Просто man tepadan ilgakdan bu yoqqa boryapsam, man tez turgan ekan, namchi xalatni bekitili burnida. Mayli Kapot, birinchi raund san yutding, bo'lmasam ikkinchi raundga o'tamiz. Ha, bo'ldi qishloqlar, bo'lmasam ikkinchi raund bu bizani kompotni, gigantik kompot bilan gigantik qishloqni tirik qilish kerak, to'g'rimi? Xuddi shunaqa Kapot, 30 daqiqadan berilamiz tirik qilishga, tayyor bo'l. Bo'pti, oppa, Ahmeddan tushunaman, bitta tikonini qo'yishgan, kimga bilmagan. Mana bo'ldi, biz hammamizga pauza oldik. Endi hammamiz quramiz. Gigantik kompotni quraman, ular gigantik qishloqni quryapti. Chunki bularni hali tirik qilish kerak ekan, bularni urushtiramiz. Mana bunaqa qo'yib qo'yamiz, mana bunaqa tuzatib olishim kerak bularni. Oxirigacha hammasi buzilib ketgan, mana qaranglar, pushkalar bilan otib, qurollar otib buzilib ketgan mana. Davay gigantik kompotimni tezroq qurishim kerak ekan, keyin bularni urushtiramiz birga-bir. Keyin bitta komanda bor bizada, o'shani tirik qilib birga urushtiramiz. Ularni gigantik qishloqqa qarshi gigantik kompotim albatta yutadi, kuchliroq u. Ana bo'ldi qishloq, tayyormisan? Kapot, sen tayyormisan urushtirishga? Bo'lmasam boshlaymiz. Ha, bo'ldi qishloq, yaxshi, hamma narsa qilib bo'ldim. Bo'ldi do'stlar, oppa, ana bo'ldi, tirik qildingmisan? Endi men kompotimni tirik qilishim kerak. 1, 2, 3, oppa, ana tirik qildim endi. O Kapot, davay bo'lmasam. Hozir yuborib kelayman. Bunga kuch-quvvat beray. Davay kompot qo'llarini qimillashini qaranglar. Kompot, gigantik kompot, sen yutasan albatta. Sen yutqizasan. Bo'pti, bo'lmasam tezroq komanda beramiz, keyin bularni urushtiramiz. Bo'ldi Kapot, tayyor bo'lsang 1, 2, 3, ipos. Oppa, ana bo'ldi. To'ksilar ketdi. Davay qishloqqa yutasan sen. Yo'q, qishloqqa yutqizadi. Davay, kompot yutadi, gigantik kompot. Davay, urushni qaranglar, kulgili bilan bir-biriga o'rin berib yotibdi. Kim bo'tdi kuchliroq? Axir kompot yutish kerak-ku, mani kompotim. Davay, iltimos. Nimasi bu? Kapot, gigantik qishloqqa yutdi-ku, endi nima deysan? To'xta, bunaqa bo'lish kerak emas edi. To'xta, men hammasini chiroyli qiluvdim, hammasini to'g'ri qiluvdim. To'xta, qishloqqa gigantik kompot yutish kerak, sen nimadir qilding buni. Revanch bo'lish kerak endi, boshqatdan o'ynaymiz. Kapot, sen yutgan edim, biz bunaqa qilmadik, men bunaqa qilmadim. Bo'ldi, to'yatasan qishloqqa. Sen men yutganimda sal nima qilmadinglar-ku. Bo'pti Kapot, bo'lmasam ikkinchi raund biz yutdik, birinchi raund sen yutding. Demak, kim yutdi? Hech kim yutgan. Yo'q, demak, durang bo'ldi. Bo'pti, qishloqqa yaxshi, birinchi raund men yutdim, ikkinchi raund sizlar yutdinglar. Bo'ldi, men jahlim chiqgan endi, bab kompot yutish kerak. Bo'ldi. Birinchi raund men yutganimni qishloqlar eshitmadi. Bo'pti, qo'lingizni olib qo'yaman. Yaxshi, молодец, sizni gigantik qishloqingiz yutdi. Bo'ldi, bo'lmasam kim yutdi deysizlarmi? Durang bo'ldi. Hech kim yutgani yo'q. Bo'lmasam bugun do'stlar bizni gigantik qishloq bilan gigantik kompotni urushtirdik va bu jangda hech kim yutgani yo'q. Chunki durang bo'ldi. Birinchi raundni men yutdim, ikkinchi raundni gigantik qishloq yutdi. Bo'pti do'stlar, obuna bo'linglar, like bosish, odam bo'lishingizdan chiqmasin. Hamma xayr. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.